Qo'shrabot viloyatimizning olis hududlaridan biri. Bugun bu yerda tibbiyot sohasida ham katta islohotlar bo'lyapti, katta o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Biz bayram arafasida tumanga tashrif buyurib, amalga oshirilayotgan bir qator ishlarning guvohi bo'ldik. Bu borada tuman tibbiyot birlashmasi markaziy poliklinikasining mudiri, qo'li yengil, ajoyib jarroh Faridjon Muzrof bilan suhbatlashib turibmiz. Faridjon sohadagi tumandagi ishlar xususida olib borilayotgan islohotlar xususida to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Bizlarning Qo'shrabot tuman tibbiyot birlashmamizda sog'liqni saqlashning yangi tizimi, yangi modeliga o'tyapmiz. Bu sohaga o'tishimizdan maqsad aholiga yanada tez tibbiy yordam, sifatli, samarali yordam ko'rsatish maqsadida. Bu olis hududlarimizdagi bemorlarni markazga kelolmasligini ishini osonlashtirish maqsadida markazlashgan laboratoriya, markazlashgan rentgen hamda tibbiyotimiz to'liq raqamlashtirish tizimi o'tyapti. Bu aholimizga uzoqni yaqin qilishga, kasalliklariga ertaroq diagnoz qo'yib, uy sharoitida, o'zining qishloq sharoitida davolanishga yo'l ochib beradi. Shu sohada olib boradigan tuman markaziy shifoxonamizda ham hozirgi kunda yuqori texnologiyali operatsiyalar bir qanchasi yo'lga qo'yildi. Bulardan travmatologiya yo'nalishi bo'yicha aytadigan bo'lsak, bloklovchi osteosintez, ochiq usulda, yopiq usulda hammasi tuman sharoitida bajarilyapti. Hozir viloyat miqyosida bajariladigan total endoprotezlash operatsiyasi ham tumanda bosqichma-bosqich yo'lga qo'yib borilmoqda. Bularni asosiy sizlarga beradigan xalqimizning ishonchi, yurtboshimizda boshlab turgan islohotlari hammasi turtki bo'lmoqda. Hozirgi kunda maqsadimiz aholiga yaxshi, sifatli tibbiy yordam ko'rsatish. Arafasida tumanning Quvkalla qishlog'ida oilaviy shifokorlik punkti ham o'z faoliyatini boshladi. Quvkalla mahallasida joylashgan Quvkalla oilaviy shifokorlik punkti tibbiyot xodimlari kuni munosabati bilan foydalanishga topshirildi. Oilaviy shifokor 20 kishi xodim faoliyat olib boradi. Tibbiyot xodimlarimizning hammasiga ishlashga qulay sharoitlar yaratildi. Fuqarolarimizni tibbiy ko'rikdan o'tishiga, davolanishiga, skriningdan o'tishiga hammasiga qulay sharoitlar yaratildi. Tibbiy jihozlardan tibbiy kompyuter jamlamalari, EKG apparatlari, glyukometr apparatlar, patronajlarimizni ishlash uchun patronaj sumkalari bilan ta'minlandi. Qanday resept bo'yicha sotiladi. Resept bo'yicha ta'minlaymiz. 9 pul dori bor. Bu 4-guruh bemorlarga shularni tekin beramiz. Her dertke derman bilmişem, siz şifakarlarını men her dertke derman bilmişem. Mehriban candan aziz, hürmetli insan bilmişem. Tenge kuvvet bakşeter her davringizni katrasi. Tenge kuvvet bakşeter her davringizni katrasi. Oluşpa bakş davrini her katresini kan bilmişem. Oluşpa bakş davrini her katresini kan bilmişem. Kim selametlik tiler,
Sağlık, boylik yürür, her kim selametlik diler. Hastane sağ eyleyen, yelgen yaban bilmişem. Hastane sağ eyleyen,